yana Xudo qo'shimcha ish boshlab qo'ydik. Drabilkalar. Shunga drabilkalar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Narxi 2.200.000 so'm. Yangi motor qo'yiladi. Motor ham hozir voltmetrlari bor. Eng qimmat motor shu. Arzonlari ham bor. Hammadan qo'yib resinkalar qo'yilgan. Balans ruklar, chag'ini yana yaxshi ko'tariladi. 24 gacha bo'ladi. Ishlashlari do'g'ri balans rukkasi ham yaxshi. Buni yana shunaqa Makka tashlanadi. Bu joydan bug'doy bekitib qo'yiladi. 4 xil setkasi bor. Mana bitta 1.5 4 50 va o'sha rigroq narsalar chiqargani. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa biz ishlab chiqarishni boshladik. Ichkarida yana zakatobkalarimiz tayyor. Katta yo'llarimiz ham ketyapti. To'xtab qolgan yo'q. Mana hozir yana 4 ta katta yo'l tayyor bo'ldi. Yana tayyorlanyapti. Kechkalarimiz ham tayyorlanyapti. Hozir o'rab qo'yganmiz. Yana Xudo xolasa qo'shimcha ish boshlab qo'ydik. Drabilkalar. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Narxi 2.200.000 so'm. Mana yangi motor qo'yiladi. Motor ham hozir voltmetrlari bor. Eng qimmat motor shu hozircha. Bundan arzonlari ham bor. Ataynab eng qimmatidan olib keldim, eng zo'ridan. O'sha parod qilmaslik uchun mana hamma narsa qo'yilgan, g'ildirak. Buni tagiga rezinkalar qo'yilgan. Mana rezinkasi ham bor. Balansirovkalari ham chotki. Ochib turib pichog'ini ko'rsatib qo'ying. Mana pichog'ini buni yana ham qo'shsa bo'ladi. 24 tagacha pichoq qo'ysa bo'ladi bunaqangi. Odatda mana shu pichoq ham zo'r. Ishlashlari, xudo xolasa balansirovkasi ham shunday yaxshi.